kimnidir qattiq chin sevsangiz rashki bo'ladi-yu. Meni ham endi Alloh taolo yaxshilikka qilsin, bu rashkim eng katta rashkim. Ahli ilmlarni ko'rasiz, sizdan ham ko'p Rasulullohni sevadigan insonlar borligini bilish bu eng katta rashk bo'lsa kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni Alloh taoloni rashk qilaman-da. Ba'zida yig'lab namozlarimda ham aytaman, ey Allohim, juddayam men baxtsiz bo'lib ketyapman. Sababi seni mendan ham ko'proq yaxshi ko'radigan bandalaring bor. Rasulullohni mendan ham ko'p yaxshi ko'radigan ummatlari bor. Men rosa xafa bo'lib ketyapman. Hozir bu ishqim bilan oldinga borsam, Rasulullohni ko'rsam, bu ish eng oxirida bo'lib qolsa, mendan ham ko'p Rasulullohga, senga bandalik, ummatlik vazifalarini qilgan insonlar bor deb rashkim keladi-da. Meni shunaqangi banda, shunaqangi ummat qilgan, xos qiling, xos ummat bo'ling deyman-da. Qiyomatda hamma saralanganda ko'tariladi. Rasulullohni oldida turadiganlar bo'ladi. Alloh taoloning jamolini ko'radiganlar bo'ladi. Namozlarimda ham seni jamolingni, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ummatlari oldida tursam bo'ldi. Bular bo'lmasa menga kerak emas deyman. Duolarda ham bu dunyoga xizmat qildirish taqdirimda yozilgan bo'lsa